Arab tilida sertifikat olishni istaganlar uchun top 5 ta maslahat. Ismim Madina Banu, arab tilidan C1 sertifikatiga egaman va 5 yildan ortiq muddatdan beri Dono akademiyasida arab tili grammatika va fonetikasini o'rgatish bo'yicha ustoz bo'lib ishlab kelmoqdaman. Arab tili olamiga kirib kelish menda ilk bor O'zbekiston Xalqaro islom akademiyasi qoshidagi litseyga kirishdan boshlangan. Litseydagi 3 yillik ta'limni tugatgandan so'ng Oriental universitetiga o'qishga kirdim. Oriental universitetida ta'lim olish bilan bir qatorda men C1 sertifikatini qo'lga kiritdim. Tilni o'rganish davrida quyidagilarni tushunib yetdim va ularni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Arab tilidan sertifikat olishni istaganlar uchun eng katta maslahat: tilni faqat imtihon uchun emas, balki o'zingizni rivojlantirish uchun o'rganing. Ko'pchilikning fikricha, arab tilini o'rganish qiyin, lekin aslida arab tili sabr va intizomni yaxshi ko'radi. Har kuni oz-ozdan shug'ullangan inson bir kuni albatta muvaffaqiyatga erishadi. Sertifikatga tayyorlanishda quyidagi jihatlar juda ham muhim. Birinchisi, doimo arab tilida fikrlashga odatlaning. Ikkinchisi, doimo arab tilida eshiting. O'zingiz yoqtirgan turdagi videoroliklar, filmlar yoki multfilmlarni ko'rishga odatlaning. Uchinchisi, o'zingizni boshqalar bilan emas, kechagi holatingiz bilan solishtiring. To'rtinchisi, arabcha matnlarni o'qiyotganingizda doimo ovoz chiqarib o'qishga harakat qiling. Bu tilingizdagi ravonlikni oshiradi. Beshinchisi, imtihonda murakkab gapirishga urinib xato qilgandan ko'ra, sodda va to'g'ri tuzilgan jumlalardan foydalaning. Doimo yodda tuting, sertifikatga erishish bu yakuniy natija emas, balki o'z fikringizni bemalol bayon qila olish haqiqiy natijadir. Bu maslahatlardan tashqari, sizga to'g'ri tanlangan ustoz va markaz kerak bo'ladi. Agar siz ham sertifikat olish niyatida bo'lsangiz, Dono akademiya sizga to'g'ri yechim bo'la oladi.